Assalomu alaykum hammaga. 3-darsimiz ustun shaklda ko'paytirishni o'rganamiz. Ko'paytirishni o'rganishdan oldin ba'zi bir narsalarni bilib olishimiz kerak. Masalan, biz A sonini B soniga bo'ldik va javob C chiqdi. Va bizdagi A soni teng C sonni B songa ko'paytirilganiga. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, bu deyarli keyinchalik kerak bo'ladi, lekin bu bilib olganimiz ancha foydali bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ya'ni, masalan, 12 ni 3 ga bo'lganimizda 4 chiqdi. Va bizning 12 teng 4 ko'paygan 3 ga. Ya'ni bizda 12 A vazifasini bajaryapti, 3 B vazifasini bajaryapti, 4 bo'lsa C vazifani bajaryapti. Xo'p, yana bir qoida. A sonini 0 ga ko'paytirilsa 0 hosil bo'ladi. Va 0 sonini A soniga ko'paytirilsa ham 0 hosil bo'ladi. A sonini 0 ga bo'lish bu umuman iloji yo'q bo'lgan narsa. 0 sonini A ga bo'lish bu 0 ni keltirib chiqaradi. Xo'p, bizning asosiy qoidamiz bu yerda ushbu qoida hisoblanadi. Ya'ni ushbu qoidani bilib olishimiz shart. Bu qoida har qanday vaziyatda bizga kerak bo'ladi. Ya'ni kelajakda katta qiyin mavzularda ham ushbu qoida ishlaydi. Ushbu qoidani yodlab olish shart. Ya'ni 0 sonini istalgan songa bo'lsa 0 chiqadi. Ya'ni buning iloji bor, lekin istalgan sonimizni 0 soniga bo'lishimiz mumkin emas. Xo'p, bilishimiz kerak bo'lgan narsa shulardan iborat edi va ustun shaklda ko'paytirishga o'tadigan bo'lsak, ustun shaklda ko'paytirish, ustunni shakllantirib olishimiz ham bizga ancha qulaylik yaratadi. Xo'p, 718 ko'paygan 6. Bu yerda ham e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Ustunni shakllantirayotganda kichkina tagiga yozganimiz va o'sha birlar xonasidagi sonning tagiga keyingi sonning birlar xonasidagi sonni qo'yganimizga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak va bu muhim. Va bizda qo'shishda qo'shgandik, ayirishda ayirgandik va ko'paytirishda ham ko'paytiramiz. 6 ni 8 ga ko'paytiramiz. Birinchi 8 hosil bo'ladi. 6 ni 8 ga ko'paytiramiz. 48 ning 8 ni yoziladi. Ya'ni 6 ni 8 ga ko'paytirilganimizda 48 hosil bo'ladi. 48 ning 8 ni yozamiz va 4 ni yodda saqlaymiz. Va 6 ni 1 ga ko'paytiramiz. 6 hosil bo'ladi va 48 ni 8 ni yozganligimiz uchun 4 yodda edi. O'sha 6 ga 4 ni qo'shamiz, 10 hosil bo'ladi va 10 ning 0 ni yozamiz. 1 yodda. Ya'ni 10 ning 0 ni yozib, 1 ni yodda saqlab turamiz. 6 ni 7 ga ko'paytirganimizda 42 hosil bo'ladi. 1 yoddagi bilan 43. Ya'ni 718 ni 6 ga ko'paytirsak 4308 hosil bo'ladi. Keyingi misolni ko'ramiz. 57 ni 313 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Bunda ham ustunni to'g'ri shakllantirib olamiz. 313 ko'paytirilgan 57. Hozir hamma misolni ko'rib bo'lganimizdan keyin deyarli bizda savol qolmaydi ustun shaklda ko'paytirish bo'yicha. Va bunga hozir yana sizlarga tushuntirib berishni xohlardim. Afzal deb bilaman. Chunki bu qiyin mavzulardan biri hisoblanadi. Xo'p, 6 ni 8 ga ko'paytirdik. Javob 48 chiqdi. 48 ni 8 ni yozamiz va 4 ni yodda saqlab turamiz. 6 ni 1 ga ko'paytiramiz 6 va 4 yoddagini qo'shadigan bo'lsak 10 hosil bo'ladi. 10 ni 0 ni yozamiz va 1 ni yodda saqlaymiz. 6 ni 7 ga ko'paytirganimizda 42 hosil bo'ladi va 1 yoddagi bilan 43 ni hosil qilamiz. Endi bunday ko'paytirayotganimizda biz ustunni shakllantirganimizdan keyingi holatda ham ustunni to'g'ri shakllantirib olishimiz biz uchun katta rol o'ynaydi va biroz murakkablik ham shu yerda bo'ladi. Xo'p, yaxshilab e'tibor berib turamiz. 7 ni 3 ga ko'paytiramiz. Javob 21 hosil bo'ladi.
7 ni 3 ga ko'paytirganimizdan 21 hosil bo'ladi va 21 ning birini yozamiz. Ikkisini yodda saqlaymiz. 7 ni 1 ga ko'paytirganimizda javob 7 chiqadi. 2 yoddagi bilan 9, ya'ni 7 ga 2 ni qo'shsak 9. 7 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 21. Va xuddi shu holatda, ya'ni 7 ni 3 ga ko'paytirdik, 1 ga, keyin yana 3 ga, orada yoddagilarni ham qo'shganmiz. Shunday holatdan keyin qo'shuv ishorasini qo'yamiz. Qo'shuv ishorasini qo'yganimizdan keyin o'sha shu yerda ustunni shakllantirishga yana e'tibor berishimiz kerak. 5 ni 3 ga ko'paytiramiz. Javob 15 chiqadi. 15 ning 5 ni yozamiz. 15 ning 5 ni yozamiz 1 yodda. 5 ni 1 ga ko'paytiramiz, 1 yoddagi bilan 6. 5 ni 3 ga ko'paytirganimizda 15 hosil bo'ldi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, 7 ni ushbu sonlarga ko'paytirganimizda 7 ning tagidan boshlab ko'paytirishni boshladik. Va 5 ni ko'paytirishni boshlaganimizda bo'lsa, o'sha 5 ning past qismidan o'sha natijani yozib chiqishni boshlagan edik. Hop. 7 ga 3 ni ko'paytirdik. Shu holatda, ya'ni bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, 7 ning pastidan ko'paytirishni ya'ni yozishni boshladik. Va bu 5 ta bo'lsa, o'zining tagidan boshladik. Ya'ni bir xil shakllantirganmiz. Xuddi shunday qilib shakllantirishimiz kerak bo'ladi ustunni. Hop. Endi ishlashga o'tsak. 1 hech qanday son qo'shmaganimizda 1 hosil bo'ladi. 9 ni 5 ga qo'shsak 14. 14 ning 4 ni yozamiz va 1 yoddagini eslab qolamiz. 1 ga 6 ni qo'shganimizda 7 hosil bo'ladi. 1 yoddagi bilan 8. Hop, 2 ga 5 ni qo'shsak 7, 1 ning o'zi tushadi. Ya'ni hech qanday songa 1 ni qo'shsak 1 ning o'zi. Hop, demak 57 ni 313 ga ko'paytirganimizdan hosil bo'lgan son 17841. 17841. Endi yana bir bu yerga qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman qoidalarimizga. A sonini B songa ko'paytirganimiz B sonini A songa ko'paytirganimizga teng. Ya'ni ko'paytuvchi ning ko'paytmasi, ya'ni ikkita har xil sonning ko'paytmasining o'rnini almashtirib qo'yganimizda ham natija o'zgarmaydi. Ya'ni A ni B ga ko'paytirganimiz B ni A ga ko'paytirganimizga teng bo'ladi. 3-misolga qaraymiz. 2009 ko'paygan 848. Hop, katak daftarda ustunni shakllantirish ancha oson bo'ladi. Men harakat qilyapman, lekin bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, biroz xunukroq ketgan. Hop, ushbu misolda umuman xatosizroq qilib yozishga harakat qilaman. Hop, ko'paytirishni boshlaymiz. 8 ni 9 ga ko'paytiramiz. 72. 72 ni ikkisini olamiz, 7 ni yodda saqlaymiz. Hop, 2 ni yozamiz. Hop, 8 ni 0 ga ko'paytirganimizda 0 hosil bo'ladi va 7 yoddagi bilan 7. Ya'ni 0 ga 7 ni qo'shsak 7 hosil bo'ladi. Hop, 8 ni 0 ga ko'paytiramiz. 0, 8 2 ga ko'paytirganimizda bo'lsa, hop, 16 hosil bo'ladi. Qo'shamiz. 4 ga 9 ni ko'paytirganimizda 36 ning 6 ni yozamiz. Ya'ni 4 ga 9 ni ko'paytirsak 36 va uning 6 ni olamiz va 3 ni yodda saqlaymiz. 4 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 0 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 3, ya'ni 3 ni, ya'ni yodda son bo'lganligi uchun qo'shdik. Hop, 4 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 0, 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8. Ya'ni hop, bu yerda bitta ortiqcha bu yoqqa ham chiqib ketganda pastdagi son, buni hech qanday ahamiyati yo'q. Va bu yerda o'sha bilan teng ham holat ham bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Hop, yana qo'shamiz. 8 ni 9 ga ko'paytirsak, ya'ni ikkita bir xil son-ku, baribir 16072 chiqadi, lekin ko'paytirib tushuntirib ketaveraman. 8 ni 9 ga ko'paytirsak 72.
72ning ikkisini yozamiz. 8 0 ko'paytirib, unga yoddagi dildagi sonni qo'shadigan bo'lsak, hop, 7 8 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 8 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 16. Ya'ni bu yerda yana bitta narsani guvoh bo'ldik. Ikkita o'tib ketsa ham, nechta bu yoqqa o'tib ketsa ham hech qanday ahamiyati yo'q. Qo'shib hisoblab qo'yaveramiz. 2 ning o'zi tushadi. 7 ga 6 ni qo'shsak 13. 13 ning birini yodda saqlagan holda 3 ni yozamiz. Va 3 ga 2 ni qo'shsak 5, bir yoddagi bilan 6. Hop, 6 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 13. 13 ning 3 ni yozamiz. Bir yoddagi bilan 8 ga 1 ni qo'shamiz va bir yoddagi bilan u 10 ga aylanadi va 10 ning 0 ni yozamiz. Bir yoddagi bilan 6 7 ga aylanadi va 1 ning o'zi pastga tushadi. Demak, 848 2009 ga ko'paytirishimizdan hosil bo'lgan son 1.703.632. 1.703.632. Darsning oxirida emas, hozir tushunib olishimiz kerak. Ya'ni ustun shaklida 2 ta, 3 ta, 4 tagacha sonlar bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib qo'shishamiz deylik. 833 qo'shilgan 914 qo'shilgan 1098 qo'shilgan 57 barobar. Hop, ushbu misolni eng kattasini tepaga yozishdan boshlaymiz. Hop, eng kattasini yozib olamiz. 1098. Xuddi shunday qilib joylashtirib olamiz. Qanday joylashtirishni bilasizlar? Ya'ni birlar xonasidagi sonlarning tagi, birlar xonasi, o'nlar xonasining tagi, o'nlar xonasi shu tartibda ketadi. Hop, qo'shishni boshlaymiz. 8 ga 4 ni qo'shsak 12. 12 ga 3 ni qo'shsak 15, 15 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 22 hosil bo'ladi. Va 22 ning birlar xonasidagi soni 2 bo'lganligi uchun ikkisini yozamiz va o'nlar xonasidagi 2 sonini yodda saqlaymiz. Ya'ni shu paytgacha yodda 1 bo'lar edi, endi yodda 2 bo'lish ham mumkin ekanligini ko'rdik. Ya'ni agarda ikkita son qo'shilayotgan bo'lsa, yodda faqat bir soni bo'ladi. Va 3 ta son qo'shilayotgan bo'lsa, bitta ham bo'lishi mumkin, ikkita ham bo'lishi mumkin. Shu tartibda ketadi. Va bu yerda 4 ta sonni qo'shyapmiz. 4 ta sonni qo'shganda yodda uzog'i bilan 3 soni bo'lishi mumkin, 1 ham bo'lishi mumkin, yodda son bo'lmasligi ham mumkin. Hop, bu yerda bizda 2 sonni yodda saqlashimiz kerak bo'ldi. Hop, 9 ga 1 ni qo'shamiz 10, 10 ga 3 ni qo'shsak 13, 13 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 18 va 2 yoddagi sonimiz bilan 20 ga aylanadi. 20 ning 0 ni yozamiz. Hop, bizda yana 2 soni yodimizda qolish kerak bo'lib qoldi. Hech narsa qilmaydi. Hop, 9 ni 8 ga qo'shadigan bo'lsak 17, 2 yoddagi bilan 19, 19 ning 9 ni yozamiz. 9 ni yozamiz. Va bir yodda son bor edi. Yodga bir sonni qo'shib qo'yamiz va 1 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 2 hosil bo'ladi. Hop, demak 833 ga 914 unga 1098 ni va ularga 57 ni qo'shganimizdan hosil bo'ladigan son 2902 ga teng ekan. Endi bu narsani konspekt qilib olamiz, chunki bu misolimiz pastroqgacha tushadi va joyi yetmay qoladi. Men buni o'chirib tashlashim kerak bo'ladi. Ustun to'g'ri shakllantirib oldik va ko'paytirishni boshlaymiz. 0 ni 5, 0 ni har bitta songa ko'paytirganimizda 0 chiqqani uchun 0 0 0 0 0.
qo'shilgan. Hop, yana bir narsaga e'tibor bergansiz deb o'ylayman. Bu sonni bunga ko'paytirayotganimizda xuddi o'sha sonning tagiga tushyapti. Agarda bu songa ko'paytirayotgan paytimizda ham buning tagiga tushishdan boshlab bu yog'iga bir xil tartibda ketyapti. Buni bunga ko'paytirsak bu yerga tushsa, buni bunga ko'paytirsak bu yerga tushadi. Ya'ni bittadan surilib ketaveradi. Hop, birini har qanday songa ko'paytirganimizda ham o'sha sonning o'zi chiqadi. Birini 5 ga ko'paytirsak 5, birini 1 ga ko'paytirsak 1, birini 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6, birini 7 ga ko'paytirsak 7. Hop, qo'shilgan. 3 sonini 5 ga ko'paytirsak 3 sonini 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 15 ning 5i bir yodda, ya'ni 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15, 5 ni yozamiz, bir yodda saqlaymiz. 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, bir yoddagi bilan 4. Hop, 3 ni 6 ga ko'paytirsak 18, 18 ning 8 ni yozamiz, bir yodda. 3 ni 7 ga ko'paytiramiz 21, bir yoddagi bilan 22 va uning ikkisini yozib, 2 ni yodda saqlaymiz. 3 ni 7 ga ko'paytirsak 21, 2 yoddagi bilan 23 ga teng bo'ladi. Hop, navbat 7 ga. 7 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni 7 ni 5 ga ko'paytiramiz. 35, 35 ning 5 ni yozamiz, 3 yodda saqlaymiz. 7 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 7, 3 yoddagi bilan 0. Ya'ni 3 yoddagi bilan 10 hosil bo'ladi. 1 ni yodda saqlagan holda 0 ni yozib olamiz. 7 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 42, bir yoddagi bilan 43 va uning 3 ni yozamiz. 4 ni yodda saqlaymiz. 7 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 49, 4 yoddagi son bilan 53. 53 ning 3 ni yozamiz, 5 ni yodda saqlaymiz. Hop, 7 ni 7 ga ko'paytirsak 49. Yodda 5 soni bor edi. Yoddagi 5 soni bilan 44 ga 54 ga aylanadi. Hop, ustun to'g'ri shakllandi deb o'ylayman. Hop, qo'shishni boshlaymiz. 0 ning o'zi tushadi. 0 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 5, 0, 1, 5larning yig'indisi 6 ga teng. 6 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 10, unga 5 ni qo'shsak 15, 5 ni yozamiz, 1 ni yodda saqlaymiz. 7 ga 8 ni qo'shsak 15, bir yoddagi son bilan 16, 16 ning 6 ni yozamiz. Bir yodda saqlaymiz. 7 ni 2 ga qo'shsak 9, 9 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 12, bir yoddagi sonimiz bilan 13 hosil bo'ladi. Hop, bularni ham qo'shirib oldinadigan bittaman. Hop, videoni orqaroqqa qaytargan holda bu yerdagi bor sonni ko'rib olishingiz mumkin. Hozir doskani xunuk sal xato qilib qo'yman. Hech narsa qilmaydi. Hop. Bir yodda son bor edi. 5 ga 3 ni qo'shamiz, 8, bir yoddagi son bilan 9. 4 ga 2 ni qo'shsak 6, 5 ning o'zi tushadi. Hop, demak 7310 sonini 77615 soniga ko'paytirish natijasida biz 569,365,650 soniga erishdik. Hop. Ustun shaklda ko'paytirishga oid qanday misol bo'lsa ham endi sizda muammo qolmaydi. Demak, ustun shaklda ko'paytirishga oid deyarli hamma narsani o'rganib oldik. Keyingi darslarda ko'rishguncha.